birinchi masala jinsiy aloqa bilan farzandsizlikni bog'lamaslik kerak. Aloqa bo'lsa bola bo'ladi deb harakat qilgan xotinda bola bo'lish yillari uzoqlashib ketgandan keyin erkakda ham ayolda ham biriga qo'shilishdagi xohish kamayib ketadi. Bu degani kasallik emas. Xotin keladida ayolni chiqarib aytadi, aka, ayolimga nisbatan xohishim yo'q deydi. Xo'p, ko'chada dahshat deydi. Sog'lom erkak nimaga yo'q? Urush bo'lgan, gap qaytargan, bir ikki tarsaki bo'lgan, orada xotin shunaqa munosabatlari bo'lganda erkak kishi bitta ko'ngli qolsa, keyin o'sha yerda pastel temasi orqaga qarab ketib boshlaydi. Va bu narsa surunkali bo'lgandan keyin 10 marta, 15 marta bo'lgandan keyin o'sha ayolga nisbatan immunno fokus qaratiladi. O'sha ayolga nisbatan jilani bo'lmay qoladi. Qiziq holatlar ko'p bo'ladi. Xullas, dedi ayolimga nisbatan menga qara deydi. Hech qanaqa dunyoda sehrli dori yo'q. Mana shu dorini ichasan, mana shu bitta ayolga nisbatan xohishni kuchaytiradi. Men dorini beraman, lekin senda butunlay jilani oshadi. Boy bilan bugun kelib qolishi mumkin. Bu erkakda shahvoniy, hayvoniy hirs bor. Agar u erkak bo'lsa, kasal bo'lmasa, sog'lom bo'lsa shu hirs bor. Faqat uni jilovlash hammaning qo'lidan kelmaydi. Bu juda qiyin narsa. Men bu aytdim, erkaklar chidash qiyin deb. Lekin men dori yozib beraman. Bu faqat ayolingga nisbatan ereksiya qilib beradi. Ayol bo'lmayapti deyaveradi. Yo'q, uni dorisi yo'q. Uni dorisi romantika, ko'proq gaplashish, suhbat qilish, sayrga chiqish, yurish, gullar, restoran, sovg'a. Mana shu